Demak, azizlar, Denovda yana bir yangi loyiha. Mana bu qo'limda 3 ta juda ham chiroyli va qiziqarli bo'lgan shartlar yozilgan. Bu shartlarga mana qatnashadigan o'quvchilarimiz ko'rsatib qo'yaylik. Qisqasi, bular hozir 2 ga bo'linadi. Ya'ni 3 ga bo'linadi, ikkitadan va bittadan qo'limdagi shartni tanlaydi. Qaranglar, sizlarga aytib qo'yaman oldindan. Bu yerda kimga agar qaysi qog'oz tushsa, bu yerda she'r aytish bor. 2 kishi she'r aytadi. 4 kufli. Ikkinchisi 1 minut begona odamni shunday o'tirtamizda 2 kishi o'sha begona odam bilan suhbatlashamiz. 1 minut. Va uchinchisi pullik o'yin. Ya'ni boya aytganimdek pullik o'yin, mana shu puldan ikkalaring raqam aytasizlar. Eng katta sovrin 50 ming so'mni yutib ketdi, lekin 20 ming so'm bor. 3 ta 20 ming so'm bor. Balkim ikkalaring 20 ming yutib ketishlari mumkin. Tushunarlimi? Hammaga tushunarli shart. O'yinga tayyormisizlar? Bolalar bo'lininglar. Hamma bo'lindimi? Demak, bu yoqda Muhammad Nur bilan Muhammad Fotih, bu yoqda Ibrohim bilan Izzat, bu yoqda Ulug'bek bilan Kamron gruppa. Demak, mana qo'limdagi karta bittadan bitta kishi kelib tanlash kerak bo'ladi. Boshlanglar. Kim boshlaydi? Muhammad Fotih boshlaysiz. Muhammad Fotih ke. Tanla. Bo'ldi. Tanla. Hurmating bola. Mana oxirgi sizlarga shu qopti. Qarab yashirib turinglar. Endi bitta-bittadan shart o'qinglar. Nima shart tushdi? 1 minut begona odam bilan suhbatlashish kerak qisqasi. Nima shart tushdi? She'r. Bular she'r aytish kerak. Kameraga qarab. Sizlarga nima shart tushdi? Oxirgisi pul. Demak, bularga pullik o'yin. Ya'ni bular raqam aytadi, o'sha raqamga necha pul tushsa, shu pulni bular oladi. Tushunarlimi? Birinchi she'r aytish bo'yicha jamoamiz tayyor ekan. Eshitamiz. Birinchi she'r aytamizmi? Да. She'rimiz ruscha. Доброе лето, и сколько в нем света. Лето стучится к нам в окна с утра. Вставай, детвора, вставай, детвора. Молодец. Ofarin. Qo'shiq aytar ekan. Men qo'shiq aytmoqchiman. His qilmaydigan. Hoy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, o'zingni holi sezilyaptimi? Yaxshi. Ofarin. Jamoa bajardi shartni. Demak, ikkinchi jamoamiz 1 minut 7 begona odam bilan gaplashish kerak. Mana jamoa tayyor. Ulug'bek, tayyormisizlar? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ismingiz nima? Kamolas. Kamola. Qancha tilni bilasiz? Bitta o'zbek tilini ham to'liq bilmayman lekin. Joyiga o'zbek tilini ham to'liq bilmayman. O'rganish niyat bor. Mayli, opa, rahmat. Assalomu alaykum. Demak, va nihoyat 3-jamoamiz bilan pullik o'yinimizni o'tkazamiz. Mana jamoamiz a'zolari Muhammad Nur bilan Muhammad Fotih. Demak, hurmatli o'quvchilar, qaranglar. Mana pullar. Men hozir aralashtiraman. Qisqasi shunaqa nima aytishlaring kerak? Nima deydi? Raqam aytishlaring kerak. Mana shu aytgan raqamlaringni o'sha nisbi tushsa, o'sha pulni sizlarga beraman. Tushunarlimi? Tayyormisizlar? Nechta pul bor? Jami bu yerda 34 ta pul bor. 1 dan 34 gacha raqam aytasizlar. Demak, kim boshlaydi? Kim aytadi? Men. Muhammad Nur. Xo'p. Bitta raqam ayt. 25. 25. Qaysi taraf? Bu taraf, bu taraf? Shu taraf. Shu tarafdan, ha? Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 23 24 25. Muhammad Nur mana 10 ming so'm, malades. 5 topdi. Muhammad Fotih tanla. Qaysi tarafdan? Shu. Shu odam. 1 2 3 bola topdi lekin 20 mingni ko'rib qoldi-da. Malades. Lekin bu ham omad. Malades.